bana yaqinlashib qoldi shekilli. Kamera yonibdi. Hayyo, barchangizga assalomu alaykum. Men sizlar bilan Kompotman. Yangi videomga xush kelibsizlar. Mana do'stlar, men yangi qishloqqa ko'chib kelyapman. Va qishloqda yashash zerikarli bo'lib ketdi. O'tgan videoda aytgandek 70-qishloqqa ko'chib boramiz degandim-ku. Balkim kelarman. Mer meni yuborgandi-ku shunga. Endi u qishloqda yashamayman, shunga bu yoqqa ko'chib keldim. Endi bu yerdan videolar olib ko'rmoqchiman. Shuning uchun videoga kirishdan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasam, qani qishloq qidirishga ketdik. Mana shu tog'mi nima bu? Mana shu orqasida shu qishloq. Mana. Wow! Ana u nima? U o'rmonchiniki ekan. Bo'pti, qani. Mana o'sha qishloq. Nima? Shirinlik do'koni ekan. Do'konlar bor. Nima? Mebel do'koni bo'pti. Bu qanaqa uy bo'ldi? Bu yer bo'sh ekan. Balkim egasi bordir, yana bilmadim. Merdi yo'q dedi. Tak. Merdivni oldin pastda edi, mana bu yer to'g'rilashdi-ku. Tak. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Kimsan? Bir payt merdi pulini olib kelib bergandim-ku, qarzi bor bo'lib. Ha, tanidim. Kompot senmisan? Ozodbek bilan kelganding. Ha, o'sha menman. Tanidingizmi? Ha, tanidim. Nimaga keldik biz qishloqqa? Shu yashasanglar bo'ladi degandingiz-ku o'sha paytda. Xohlasanglar qolinglar, xohlasanglar ketinglar degandingiz. Mana men u qishloqdan ko'chib keldim bu qishloqqa. Ha, bo'pti. Shunda senga uy berish kerak, to'g'rimi? Ha, uy berish kerak. Uydan Men sen tarafdan o'yga quduqdan to'g'ri o'tib ketsang, shu yerda uy bor, shu yoq tarafda. Bir tashlandiq uy bor. O'shani ol, tuzatib olasan. Tashlandiq emas, bu bloklar sarg'ayib shunaqa qilib ketgan. Ha, bo'pti, mayli, ko'raman. Olsam olaman. Mana bu-chi, mana bu. Ana yerda shu tozaroq ekan, shuni olsam bo'lmaydimi? Yo'q, u yerda odam bor. U hech kimga sotmang deb ketgan. O'zi bilmayman qayerga ketganini. U yerda bitta jitelmi, o'yinchimi bo'lsa kerak. Ha, mayli. Mayli janob mer. Bo'pti, bor, ishingni qilaver. Ha, aytgansan, shuni yonidagi tomorqa ham senga. Bo'pti, hozir bir ko'raylik-chi. Shu quduqdan to'g'ri o'tib ketaverasan dedi. What the fuck? Uyda ahvolini qara. Oppo. Buni tozalab artgunimcha 1 yil umrim ketadi. Tomorqasi yaxshi ekan. Bo'pti, eshigi ham ochiq ekan. Eshik mana chekildab qolibdi. Eshikni almashtiraman yoki uzunligini qo'yaman. Bilmadim yana. Oppo, mana bu bo'pti. Mayli, bu yerni tozalashni boshladim. Bo'lmasam ana oynani sindirib qo'ydim. Oppo. Shu yetmay turgandi o'zi. Endi nima bo'ladi? Oppo. Mana shu yerni ham artib shunaqa qilib qo'ysam. Do'stlar, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 4 ga bo'ldim. Shuning uchun rahmat. Endi 5 ga navbat.
Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Iyulgacha 5 ga bo'lib qolay. Do'stlar, sizlar obuna bo'lmaysizlar. Bu yoqlari yaxshimi? Ha, bo'ptiman. Bu yerlari oddiy ekan. Mana bloklarni olib tashlayman. Obbo ichkaridan olaman endi bularni. Mana shunday. Obbo, bu chirib ketdi bu daraxtlari. Hozir o'rmondan daraxt chopib qaytamiz, tozalab yuboramiz. Mana bu yerlari ham qolib ketmasin. Mana shunday hozir tozalab olsak va bu yerda endi faqat shu yerda video olaman. Mana qishloqda yashayverish jonga tegib ketdi. Fizi. Hozir shunday qilib ko'p menimcha bir 7 kun bo'ldi video chiqmaganiga. Bir hafta bo'ladi. Yangi video chiqmaganiga. Sizlar shu kanalga obuna bo'lmaganlaring uchun mana 4 ga bo'ldim, video chiqaryapman mana. Uyni qaranglar, ilma teshik qilib tashladim. Hozir men birinchi navbatda daraxt chopay, mana shaxta ham bor ekan bu yerda. Fakir. Hozir bizga daraxtlar 23 ta daraxt kerak, 18 bo'lsa 44 ta bo'ldi mana. Yetadi shu 44 ta. Hozir ozgina tosh ham olay. Tosh menga 20 ta tosh olay. 4 ta bo'ldi. Ortig'i bilan olish kerak. Hozir yetmay qolsa yana kelib ketish kerak bo'ladi. 18 ta, 19, 20. 22 ta bo'lsin shu mana. Mana bo'ldi. Kakras. Bu o'rmonga yaqin. O'rmonga yaqin-ku bu qana. Bu o'rmondan bir nima chiqib qolmasmikan? Mana bo'ldi. Boltam qani. Mana shu yerlarni ham hozir tuzatib olsam, keyin borib mebel olib qaytaman. Mana hozir buni ham olamiz. Mana bu yerda oynasini sindirib qo'ydim. Oyna ham olib qaytish kerak bu yerga hali. Bo'ldimi? Chiroyli bo'ldimi? Boshqa orqa taraflarda hech qanaqa chirigan, qilgan bloklar yo'qmikan? Bo'ldi. Chiroyli bo'ldi. Hozir uyga kirib narsalar yasab olaylik. Bitta versak, mana bu ikkita sandiq va boya qarish. Buni bloklarni ishlatib yubordim. Bo'pti, mayli, bitta pechka mana. Narsalarimni shu yerga solay. Mana pullarim bor meni. Hozir shunga narsalar olib kelaman. Mana bu yerda mebel do'kon borga ko'rganda edim. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Kimsan?
Men yangi tushib keldim. Shunga mebelni olmoqchi edim. Ha, bo'pti, mayli, kel. Bo'pti. Karavot olamiz. Bitta karavot va o'tirgani. Bitta ikkita. Mana bu yerdan yana bitta oldim. Va menga obod chiqolmayapman. Mana shundan bitta va yana bitta pechka olmoqchi edim. Buni keyinchalik ustiga qo'yib yuboraman. Bo'ladimi? Bo'pti. Hozir mana bundan olaman bitta va boshim tegib qolar ekan. Bitta pechka olaman. Mana bo'ldi. Menga hozir bu yerdan hech nima kerakmaydi. Qancha bo'ldi? 1 stak. Shugina narsa 1 stak bo'ladimi? Bitta ustar, kursi, anvil, kaldron, pechkami? Ha, bular sifatli. Ha, mayli. Mana 1 stak soldim. Bo'ldi, mayli, ketdim men. Shugina narsani 1 stak deydimi? Do'stlar, insofi ham yo'q ekan. Ozgina narsa 1 stak deb yuboradi. O'zini qo'shib sotsa ham 1 stak olmaydi. Mana bu yerga qo'l yuvadiganni. Mana shunda yo'q, bu qo'l yuvadiganni. Mana bu yoqqa qo'yamiz. Mana endi bu pechkani va verstakni sandiq buyog'ini sindiramiz. O'zi bu sandiqni olamiz va bunday qilib qo'yamiz. Mana shularni solib qo'yaman. Ovqatim ham bor. Olma yo'l bo'yi daraxtlardan olib. Bu pullarimni yashirib qo'ymasammi? Yashirib qo'ymasam bo'lmaydi. Kimdir topib oladi bo'lmasa, kirka. Mana shu pechkani tagiga yashiraman. Ozgina bu ochilmay qoldi. Pechkani olib turib ochamiz endi. Shunaqa qilib shu pullarni ham tashlab yuboraman shu yerga, bo'lmasa o'g'rilar paydo bo'lsa o'g'irlab ketishi mumkin. Mana hech kim bilmaydi. Faqat sizlar bilasizlar. Sizlar ham aytasizlarmi? Sizlar aytmasanglar kerak, ha, do'stlar. Mana do'stlar, shu yerda video tugadi. Barchangizga xayr. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kelasi videolargacha ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Bo'ldi, xayr.